mana bugun bizga yangi kompyuterda yangicha yangi texnologiyalarga ega frizalardan keldi. Bu juda baquvvat friza. Bunaqa frizalarda O'zbekistonda kamdan kam kelgan bo'lsa ham bunaqasidan kelmagan. Xo'p, akalar, buni pichog'ini ko'rsanglar, qalinligi 1 sm pichoqlardan kelgan. Mana kompyuter kardan qo'shimcha pichoqlari bor. Pastga keladigan bo'lsak, bir o'qda 6 tadan pichoq, bu 2 metrligi, bunda 9 ta qatordan, bitta qatorda 6 tadan mana bo'rtlari ham ko'rishingiz mumkin. Pastga tagiga bitta, bu bittasi bittasi sanab hammasi ketmaydi, xudo xolasa. Zo'rda. Xo'p, orqasiga keladigan bo'lsak, qatorlari bor. Qo'ygan kassetlarni shunday maydalab ketaveradi. Bunda reverfaksiya bo'ladi buni, mana tishlari bor. To'g'rilab, xo'sh, keling bu yoqqa. Shu beshoz qilmagan bor o'tsa, kardanda mana ishlaydi, bumda ochiladi. Mana solidorga soladigan joyi bor. Mana solib, xudo xolasa zo'r, baquvvat friza. Bunaqa frizalar uncha-munchaga buzilavermaydi. Xo'p. Kelinglar, bunda 1.60ligi, 1.80ligi va 2 metrligi. Atiga 3 ta keldi. Agar 25-dekabrdan telefon qilsanglar, xudo xolasa shu paytga narx chiqadi. Hozircha yo'q. Pastda nomerlar qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Garantiya qilib beraman. Keyin berkalarini ko'rsatib ketamiz mana. Bu 2 metrlisi. 2 metr 510 kg, bir har bittasi 50 kgacha farq qiladi tog'ligida. Bemalol 80 traktorlar ishlata oladi. Ha, Belarusda bemalol ishlatadi. Kichkina minilarni 50-60 ham ishlata oladi bemalol. O'zi hammasi bir xil, faqat shu pichog'ida farq qiladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaveringlar, xudo xolasa kelishtirib beradi.